Mustaqillik bayrami arafasida kamtarona mehnatlarimizni inobatga olishib, prezidentimiz faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirladilar. Ko'krak nishoni bu mukofot bizga kelajakka motivatsiya bo'ldi. Yanada kuchaytirib, sohani kengaytirib, limonchilikni sanoat sohasiga olib chiqmoqchimiz. Taqdir taqozosi bilan ish jarayonida shikastlanib, baxtsiz voqea bo'lib qoldi, lekin men o'zim jismoniy imkoniyatlarim chegaralangan bo'lib qolishimga qaramasdan rivojlanaman, qilaman degan tadbirkorga hech qanaqa cheklovda yo'q. Qancha imkoniyat bo'lsa, shuncha davlatimiz yordam beradi. Bu imkoniyatim cheklangani esimdan ham chiqib qolyapti. Chunki bu yoqdagi imkoniyatlar, imtiyozlar har qanday odamni uyg'otadi. U shunday sharoitda rivojlanmaslikning o'zi katta xato bo'ladi. Uchqo'rg'on tumanidagi tadbirkorlarga shunchalik yaxshi sharoitlar, imkoniyat, imtiyozlar yaratib beryapti. Rivojlanaman degan odamga hamma imkoniyatlar yaratilgan. Men o'zim asli o'qituvchiman. Kasbiy ta'lim sohasida ishlaganman 2020-yilgacha. Dastlab 2021-yilda dehqon xo'jaligi qilib 25 sotixdan oilaviy yer olib teplitsa qurib mana limonariy ish boshladik. Hech qancha o'tmasdan mana 8 gektar qarovsiz bog' bor edi, daraxtlari kasallangan, qarigan. Shu yerlarni o'zlashtirib 8 gektarga yana limonariy qurdik. Natijada oldin o'zimiz dehqon xo'jaligida 3 ta 4 ta odam ishlayotgan bo'lsa, hozir bu yerda 40 ta 50 tagacha odam ishlatamiz. Prezidentimizni shunchalik bizga o'xshagan chekka-chekkada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga berayotgan imkoniyatlari, taqdirlashlari endi bizga yanada kuch-quvvat beradi.